Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan tibbiyot olamida ko'plab muhokamalarga sabab bo'layotgan mavzular haqida gaplashamiz. Bugungi mavzuyimiz nomi Wolf qonuni va suyaklarimiz haqida bo'ladi. Biz suyakni tosh kabi qattiq, hech qachon o'zgarmaydigan narsa deb o'ylaymiz. Aslida esa u tirik tuzilma. Ayni shu paytda ba'zi hujayralar eski suyakni yemiryapti, boshqalari shu zahoti yangisini quryapti. Har yili suyaklarimizning 10% yangilanadi. 7-10 yildan keyin esa butunlay boshqa suyaklar bo'ladi. Savollar bor. Bu yangi suyaklar qanday qilib to'g'ri joyga, to'g'ri shaklda quriladi? Nega bir joyda suyak qalin va mustahkam bo'ladi, boshqa joyda esa yupqa va sinuvchan bo'ladi? Bu savolga 19-asrda nemis shifokori Julius Wolf javob bergan va uning kashfiyoti bugun har birimizga daxldordir. Julius Wolf nimani kashf etgan? Wolf suyakni kesib ko'rganida uning ichi ingichka suyak tolalardan, trabekulalardan iborat murakkab to'rsimon tuzilganini payqagan. Xuddi ko'prik karkasi yoki tom ostidagi balkalar kabi. Bu tolalar tasodifiy emas, balki aynan suyakka qanday yuk tushsa, o'sha yo'nalishda joylashgan. Bosim ko'proq tushadigan joyda tolalar qalin va ko'p, yuk kam tushadigan joyda esa ingichka va kam bo'ladi. Bir shvetsariyalik muhandis Wolfning oldida son suyagini kesimini ko'rib hayron qolgan. Chunki bu tolalar naqshi u hisoblab chiqqan qurilish kranining chizmasiga juda o'xshab ketgan edi. Tabiat hech qanday hisob-kitobsiz suyak ichida mukammal muhandislik tuzilmasini yaratgan. Materiallar aynan kerakli joyga qo'yilgan. Yuk yo'q joyda esa material kam bo'lgan. Shu narsa Wolfni hayratga solgan. Va u bugun Wolf qonuni deb ataladigan qoidani yozgan. Suyak o'ziga tushayotgan yukka qarab, o'z tuzilishi va shaklini o'zgartiradi. Ko'proq ishlatsangiz u mustahkamroq bo'ladi, kam ishlatsangiz u o'zini o'zi kamaytiradi. Suyak doim menga hozir qancha mustahkamlik kerak degan savol so'raydi va shunga qarab ish tutadi. Suyak va mushak bir xil ishlaydi. Buni tushunish uchun suyakni mushak bilan solishtiraylik. Zalga borib og'irlik ko'tara boshlasangiz, mushaklaringiz o'sadi. Oyoq 3 oy gipsda yotsa, mushak ozib qoladi. Tana bu mushak ishlamayapti deb unga ovqat yuborishni kamaytiradi. Suyak ham xuddi shunday ishlaydi. Faqat buni ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Chunki u ichkarida yashiringan. Aynan shu ko'rinmaslik odamlarning yillar davomida suyaklar haqida o'ylamay yurishining sababi bo'ladi. Suyak ichida 3 xil hujayra bo'ladi. Xuddi qurilish brigadasidek. Osteoblastlar bu quruvchilar. Ular kalsiy va oqsildan yangi suyak to'qimasini quradi. Osteoklastlar bu buzuvchi hujayralar bo'ladi. Ular eski, yorilgan suyakni eritib, yangisiga joy bo'shatadi. Bu jarayon butun umr har kuni to'xtovsiz davom etadi. Eng muhimi osteotsitlar, suyakdagi hujayralarning 90% dan ortig'i. Ular yukni sezadigan datchiklar bilan qurollangan. Har tomonga ingichka iplar cho'zib, butun suyakni tirik to'r bilan qamrab oladi. Siz sakranganingizda yoki og'irlik ko'targaningizda suyak juda oz miqdorda egiladi va buni biz his qilmaymiz. Lekin osteotsitlar buni haligi ipchalar yordamida sezadi va signalni o'qiydi. Yukni sezgan osteotsit brigadaga xabar jo'natadi. Bu yerga ko'proq mustahkamlik kerak va osteoblastlar ishga tushib, suyak zichlashadi. Yuk bo'lmasa, osteotsitlar ishsiz jim qoladi va bu jimlik teskari signalga aylanadi. Buzuvchilarni chaqiring deydi va suyak asta-sekin zaiflashadi. Tananing mantig'i qattiq, lekin adolatli. U ortiqcha zaxira qurmaydi. Chunki suyakni saqlash qimmatga tushadi. U bizga aynan turmush tarzimizga loyiq suyakni beradi. Bu qonunning eng aniq isboti bu kosmos. Og'irsizlikda skeletga bosim tushmaydi va tana yuk yo'q, demak bu suyak kerak emas deb hisoblaydi. Kosmonavtlar suyak zichligi oyiga 1-1,5% gacha yo'qotadi. Bu yerdagi 1 yillik yo'qotishga teng. Shuning uchun ular orbitada har kuni 2 soatgacha vazni his qildiruvchi maxsus trenajyorlarda mashq qiladi. Aks holda yerga qaytganda yura olmay qolishlari mumkin. Buni ko'rish uchun kosmosga uchish shart emas. Karavotda uzoq yotgan bemorga yoki gipsga solingan oyoqda ham ko'rishingiz mumkin. Harakatsizlik tufayli suyaklar zaiflashadi. Shuning uchun shifokorlar bemorlarni imkon qadar tezroq oyoqqa turg'izishga harakat qilishadi. Tennischilar misolida ko'radigan bo'lsak, teskari holatga qaraylik. Professional tennischilarning raketga ushlaydigan qo'li yillar davomida katta zarbalarni his qiladi. Olimlar o'lchaganda bu qo'lning suyagi ikkinchi qo'lnikidan 20-30% zichroq ekanligini aniqlashgan. Bir xil odamda faqat yuk farqi tufayli ikki xil qo'l rivojlanadi. Xuddi shu narsa gimnastika, voleybol, basketbol kabi zarba sakrash sportlarida ham ko'rinadi. Ammo qiziq farq bor. Suzuvchi va velosipedchilarda suyak zichligi ko'pincha oddiy odamnikidan yuqori emas. Chunki suvda tana vaznsiz, velosipedda og'irlik egarga va ramaga tushadi. Suyakka zarba kelmaydi. Xulosa, har qanday jismoniy faollik emas, aynan zarba va siqilish yuki suyakni mustahkamlaydi. Suyak eng mustahkam bo'lgan davr haqida gaplashaylik. Suyak zaxiramiz butun umr o'smaydi. Biz uni bolalik va yoshlikda to'playmiz.
eng yuqori zichllik taxminan 25-30 yoshga to'g'ri keladi. Yoshligida ko'p harakat qilgan odam yuqori zaxira bilan qariydi va uzoq vaqt xavfsiz zonada qoladi. Kam harakat qilgan odam esa tezroq mo'r suyak holati, ya'ni osteoporozga tushadi. Ya'ni 20 yoshda nima ish qilsangiz, bu sizga 70 yoshda qaytadi. 30 yoshdan keyin suyak yo'qotishni sekinlashtirish mumkin. Qaytadan katta zaxira to'plab bo'lmaydi. Osteoporoz o'zi nima? Osteoporoz bu g'ovak suyak degani. Suyak shu qadar zaiflashadiki, u quruq gubka kabi bo'lib qoladi. Eng xavflisi og'riq bermaydi, yillar davomida sezilmasdan rivojlanadi. Odam buni faqat sinish yuz berganda biladi. Oddiygina qoqilib yiqilish son bo'yinchasidan sinishga olib kelishi mumkin. Bu keksalar uchun juda og'ir holat. Odam uzoq yotib qoladi va bu ko'pincha boshqa muammolarga olib keladi. Gap shunda, siz 70-80 yoshingizda mustaqil yura olasizmi? Yoki har qadamdan qo'rqib yashaysizmi? Amaliyotda nima qilish kerak? Yaxshi xabar bor. Wolf qonuni istalgan yoshda ham ishlaydi. Suyak 50 yoki 70 yoshda ham to'g'ri signalga javob beradi. Signal o'zi aslida 3 xil turda bo'ladi. Birinchisi bu sakrash va zarba signali. Keskin zarba osteotsitlarga eng kuchli signalni beradi. Kuniga bir necha o'nlab sakrash ham son suyak zichligiga ta'sir qila oladi. Bitta joyda 10-30 marta tovon bilan yerga to'liq tushib sakrashning o'zi yetarli bo'ladi. Yugurish, sakrovchi raqs, basketbol, voleybol ham shu qatorga kiradi. Oddiy tinch yurish ham foydali, lekin signali zaif. Suyakni deyarli o'stirmaydi. Ikkinchisi kuch mashqlari, og'irlik ko'tarish signali. Og'ir narsa ko'targanda esa vazn bosim beradi va mushak tortishi suyakka kuchli signal jo'natadi. Muhim qoida bor, yuk asta sekin oshib borish kerak. Aks holda suyak og'irlikka o'rganib qolishi mumkin. Keksalarni asrab, hech narsa ko'targizmaslik bu katta xato bo'ladi. Aslida ularga ham to'g'ri tanlangan kuch mashqlari kerak. Bu yiqilish va sinish xavfini kamaytiradi. Uchinchisi bu og'irlik bilan yurish signali. Ryukzakka yuk solib yoki og'ir sumka ko'tarib yursangiz, har qadamda suyakka qo'shimcha signal beradi. Zinapoyadan yurish ham xuddi shunday ishlaydi. Kichik narsadek tuyulsa-da, yillar davomida katta yordam beradi. Xulosa shuki, suyaklarga sakrash yoki zarba, kuch mashqlari va yuk bilan yurish albatta foydali. Kalsiy va vitamin D haqida gaplashamiz. Yuk tushsa qur degan buyruqdir, lekin quruvchilarga material ham kerak. Suyak mineral tarkibi asosan kalsiydan iborat. Shuning uchun ovqatda yetarli kalsiy bo'lishi shart. Sut mahsulotlari, tvorog, pishloq, yashil sabzavotlar va yong'oq. Vitamin D esa kalsiyni o'zlashiga yordam beradi va bu asosan quyosh ta'sirida terida sintezlanadi. Minerallar va vitamin D bilan birga bo'lishi kerak. Birortasi yetishmasa suyak qurilishi buziladi. Suyakka zarar beradigan odatlar ham bor. Bular chekish va alkogol qabul qilish. Suyak sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Shu jumladan qattiq dieta va harakatsizlik hatto yoshlarda ham suyakni zaiflashtirishi mumkin. Eng muhim xulosa shuki, suyak bu tayyor o'zgarmas narsa emas. U siz bilan doimiy muloqotda harakatsiz kun o'tkazsangiz, senga mustahkam bo'lishim shart emas ekan degan xulosaga keladi. Sakrasangiz, og'irlik ko'tarsangiz, men senga kuchli kerakman degan xabar boradi va suyak shunga javob beradi. Bu albatta sekin jarayon. Natijalar yarim yil yoki 1 yildan keyin ko'rinadi. Shuning uchun bu ishda muntazamlik muhimroq. Kosmonavtlarni zaiflashtiradigan, keksalarda suyaklarni sindiradigan, xuddi shu qonun bizning foydamizga ham ishlaydi. Buni faqat o'z tilida, yuk zarba va harakat tilida so'rash kerak. Qonunning mohiyati bir jumlada aytadigan bo'lsak, ishlatasan yoki yo'qotasan. Shuning uchun suyakka ish bersangiz, u sizga qarilikkacha xizmat qiladi. Hech narsa bermasangiz, u sekin-asta ogohlantirmasdan zaiflashadi va buni eng noqulay paytda bo'lib qolasiz. Bu tanlovni har kuni, har bir harakatimiz bilan qilamiz. O'rningizdan turing, yuring, zinapoyadan chiqing, sakrang, og'ir narsa ko'taring. Suyaklaringiz 70 yoshda buning uchun sizga rahmat aytadi. Mana shunday videoroliklarni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, sahifamizga obuna bo'ling va like tugmasini bosishni unutmang.